Navbatdagi qish mavsumi uchun sovuq kunlarga mo'ljallangan ichi nachosli, plashovkali shalvarlarimizni ko'rsatamiz. Tegi manjetli, hozir materiallarini yaqinroqdan ko'rsataman. Bitta o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Hozir sizlarga shalvarimizni obzor qilib beramiz. Shalvar obzor qilishdan oldin kurtkaga bitta baho berishingizni so'raydi. Rangini mosladi o'rtoqlar. Tayyor komplekt. Mabodo sizlarga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Kurtkaning ichini bitta ko'ringlar. Ichki qismini ko'rishingiz mumkin. Akkuratni ishlangan, mana cho'nchaklari, bu yoq tomondagi cho'nchalariga ham bitta e'tibor berasizlar ichki. Bu kurtkamizni alohida obzor qilib beramiz o'rtoqlar. Bu alohida mavzu. Bular puxavik. Hozir esa shalvarimizga to'xtalamiz. Shalvarimizning materiali plashovka material, strechi bor, juda ham qulay, yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. Mayda klechli fakturalari bor. Bu tizzalari chiqib ketmasligi, uzoq vaqt sizga xizmat qilishini ta'minlaydi. Shalvarimizning 3 xil rangi bor o'rtoqlar. Garchishniy, temniy zelyoniy va qora rangi bor. Ichidagi nachosini ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa sifatli nachos qilingan. Bu issiqqina qichitmaydi, katushka bo'lmaydi. Noqulaylik tug'dirmaydi, bor yo'ligi bilinmaydi ham o'rtoqlar. Ichi nachosli, issiq, qalin shalvarimizning o'lchamlari L dan 3XL gacha. Narxi 379 ming so'm chiqqan. Sifatiga narxi 2 barobar arziydi. Biz bunga kafolat beramiz. Do'konlarimizga keling, o'zingizga yoqqan rangini kiyib ko'ring. Dastavka xizmati ham ishlab turibdi. Nobodga kelish imkoniyati bo'lmasa, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.